Assalomu alaykum, qadrlilarim. Ishdan chiqdik. Uyga qizim bilan ketyapmiz. Shunaqa voqea yuz berdiki, sizlar bilan bo'lishmasam bo'lmaydi. Ya'ni hozir Chirchiq daryosini bo'yida ketyapmiz. Tabiatni bir chiroyli bichimi bor-da. Bunga tan bermaslikning ilojisi yo'q. Bir tarafda bu yoqda Chirchiq daryosi. Suv to'la, ko'k havasingiz keladi. Bir tarafda esa qovjiragan o'tlar. Hozir men shuni qizimga gapirib kelyapman. Ya'ni qara tabiatni. O'ng tarafimda suv, o't yo'q. Chap tarafimda o't, suv yo'q. Buni ham bir hikmati bordir-da deb gapirib kelyapsam, Allohning qudrati bilan osmondan yomg'ir yog'ishni boshladi. Shu asnoda bir hikoya esimga tushib ketdi. Ibratli hikoya va bu hikoyani 2-3 kun burun o'quvchilarimga aytib berdim. Juda ham zo'r hikoya deyishdi. Sizlar bilan bo'lishkim keldi bu hikoya haqida. Hikoya shundan iborat. Bir podshoh bor ekan. Podshoh dasturxon atrofida o'z ayonlari bilan tushlik qilib o'tirsa, qo'lini pichoq bilan kesib olibdi. Hamma ayonlar yugurib kelibdi-da, podshohim nima qildi? Hammasi dodvoy qilib yetib kelishibdi. Shunda uning o'ng qo'l vaziri bor ekanda, jim o'tiribdi. Buni ham bir hikmati bor-da, podshohim debdi-da, indamay o'tirishibdi. Shunda podshohning jahli chiqib ketibdi. Jon achchig'i, qo'li og'riyapti. Sen jinni bo'lganmisan? Esing joyidami? Axir meni qo'lim og'riyapti. Sen indamasdan hikmati bor-da deb o'tiribsan. Podshoh buni ham bir hikmati bor-da, nima qilayin? Qo'limdan hech narsa kelmaydi. Desa podshohning jahli chiqqandan soqchilarga chaqirib, yo'qotinglar ko'zimdan, zindonga solinglar debdi. Vazir yo'lda ketayotib ikkita soqchi qo'ltig'idan yetalab ketarmish-u. Vazir buni ham bir hikmati bordir-da deb ketaverib. Podshoh bu tentak bo'lgan aniq debdi. Va davom etib yo'lda ketaverib, kunlar o'tibdi. Podshoh ov mavsumi boshlanib, navkarlari bilan kiyik oviga chiqibdi. Bilasizki, kiyik juda ham hurkak jonivor bo'lganligi uchun juda ham sokinlikda ovlash kerak ekan uni. Va yo'lda ketayotganda navkarlaridan ajrab qolibdi-da, o'rmonning ichiga kirib ketib qolibdi. Va bu o'rmonning ichida kirib ketib, yurib ketyapsa, navkarlaridan uzoqlashib, o'zi yolg'iz qolibdi. Podshoh asir tushibdi qaroqchilar qo'liga, qabilaga. Va podshohning oyoq qo'lini bog'lashib, qabila boshini oldiga olib kirishmoqchi bo'lishibdi-da. Bir payt g'ala-g'ovur bo'lib ketibdi qabilaning ichida. Shunda bir kishi qabilaning ichidan bir kishi kelibdi-da. Podshohning oyoq qo'lini yechibdi-da, "Bor ketaver" debdi. "Sen bizga kerak emassan" deb. Podshoh hayron bo'lib, "Ustimdan kulyapsizlarmi? Men dedi qochsam orqamdan o'q otib, keyin yaralab, jonimni shunday azoblamoqchimisizlar" debdi. Shunda qabiladagilar aytdi, "Yo'q. Bizning shunday an'anamiz bor va bu an'anamiz har kuni ertalab hayvonmi, insonmi, jonzotmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar birinchi ovlagan ovimizni qabila boshlig'imizga tortiq qilamiz. Va bu tortig'imizni bitta jihati borki, bu bitta jihat nimadan iborat? Asirimiz mukammal bo'lishi kerak. Ya'ni hech qayerida tirtiq yoki kesilgan joy bo'lmasligi kerak. Vaholanki seni qo'lingni barmog'ing kesilgan ekan. Demak, seni biz qabila boshlig'imizga qabul qila olmaymiz deb. Podshohning miyasiga tezlik bilan, yashin tezligida vazirning gapi esiga tushib ketibdi. Debdi. Bekorga buni ham bir hikmati bor demagan ekan. Otiga minibdi-yu, saroyga qarab chopibdi. Saroydan kirar-kirmas soqchilariga "Vazirni ozod qiling, tezlik bilan meni oldimga keltiring" debdi. Vazir kirib kelibdi, qo'lini qovushtirib, podshohning oldida tursa, podshoh aytibdiki, "Sen shunaqa deding?" debdi-da, u o'zidan boshidan o'tkazganlarini gapirib beribdi.
Vazir aytibdiki, kechirim so'rabdi avvalambor. Keyin boshini o'tkazganlarini gapirib beribdi. Gapirib bo'lgandan keyin vazir aytibdiki, "Mayli-da podshohim, buni ham bir hikmati bordir-da", debdi. Podshoh, "Nega bunaqasan? Men senga shuncha narsani aytib berdim. Xo'p, shuncha narsani aytdim, shuncha narsani senga boshimni o'tkazganlarni aytib berdim. Lekin menida bitta savol qiynayapti-da. Qo'limni kesib olganimda buni bir hikmati bor deding. Buni hikmati bor ekanki, qabila boshliqlari meni qabul qilishmadi. Yana bitta meni o'ylantirayotgan savol. Ikkita soqchi seni zindonga olib ketayotganda buni ham bir hikmati bor deb ketding. Shu savolga hech javob topa olmayapman. Buni hikmati nima? Deb savol berdi podshoh. Vazir o'ylab o'tirib javob beribdi. Nima javob beribdi deng? Podshohim, men sizni sodiq qulingizman. Doimo hech qachon sizdan ajralmaganman. Agar siz bilan birga ovga borganimda, meni zindonband qilmaganingizda, siz bilan ovga borganimda sizdan ajralmasdim. To'g'rimi? To'g'ri, debdi podshoh. Sizni ikkalamizni boylashadi va sizni qo'lingizda nuqsoningiz bor edi, sizni qo'yib yuborishar edi. Vaholanki meni jismoniy nuqsonim yo'q edi. Meni odamxo'rlar qabilasi qabila boshlig'iga tortiq qilib yuborishar edi. Buni ham bir hikmati bor-da, degan ekan. Shunda podshoh vazirni aqli zakovatiga qoyil qolib, unga minnatdorchilik bildirib, xursand qilib chiqarib yuborgan ekan. Shuni biridek hikoyadan maqsad yoz kelgan. Lekin yomg'ir yog'yapti. Buni ham bir hikmati bordir-da. Shuni biridek yozni ham o'ziga yarasha hikmati bo'lganidek, yomg'irni ham yozda yog'ishini o'ziga yarasha bir hikmati bo'lganidek, buni ham bir hikmati bordir. Ko'rishguncha.